Shaxsiy brend o'zi novi, ma'nosi novi, novga kerak, kimlar uchun, men shaxsiy brenddan nechik foyda olaman degan savol sizda paydo bo'lgan bo'lsa, yana shu videoni oxirigacha diqqat bilan eshitsangizlar, cho'tki sodda etib, xorazmcha etib, jaydar etib tushuntirib beraman. Va videoning oxirida sizlar uchun maxsus taklif bo'ladi. Assalomu alaykum, ismim Xushnud To'rayev, YouTube va Insta blogerman. Xorazmda shaxsiy brend bo'yicha ekspertman va oxirgi 1,5 yil ichida juda ko'p brendlarni tanitganmiz. Shu o'rinda o'zimiznikini ham va Xorazmda birinchi bo'lib shaxsiy brend qurish bo'yicha ilk mentorlik kursini boshlab bergan va hozirgacha ondan ortiq biznes egalarini o'qitib chiqargan mentorman. Asosiy mavzuga o'tamiz. Shaxsiy brend novi, ma'nosi novi, kimga kerak va novi foyda beradi. Shaxsiy brend ma'nosini birinchi tushuntirib bersam, hammamiz bilamiz, brend degani bu ishonch degani. Shaxsiy brend esa o'z-o'zidan shaxsga bo'lgan ishonch degani. Ya'ni kimdir chiqadi, shaxsiy brendini qurib boshlaydi, Instagramga video chiqarib boshlaydi, kontent berib boshlaydi, foydali, qiymatli, to'g'ri pozitsiyadan foydali, qiymatli ma'lumotlar berib boshlaydi va bu insonning shaxsiy brendi rivojlanib boshlaydi. Rivojlangani uchun odamlar u insonga ishonib boshlaydi va nomini reklama etsa, kimnidir vajini reklama etsa, o'zining xizmatini, mahsulotini reklama etsa, auditoriyasi darrov sotib oladi. Bu navdan bu ishonchdan. Demak, shaxsiy brendning ma'nosi bu shaxsga bo'lgan ishonch degan ma'noni beradi. Yana ham soddaroq chuqur aytib aytaman. Misol uchun, qaysi bir insonni odi familiyasi aytilganda, qaysidir bir insonnimi, taniqli biznesmennimi odi familiyasi aytilganda, nechik odamlarning miyasida gavdalanadi. Ana shu sizning shaxsiy brendingiz bo'ladi. Ya'ni sizning odingiz aytildi bir edi va siz haqida insonlardan nechik tasavvur bor. Yurish-turishingiz, giyinishingiz, gaplashingiz, muomalangiz, bizneslaringiz, ishlaringiz, mashinangiz novlarning miyasiga keladi. Ana shu narsa sizning shaxsiy brendingiz hisoblanadi. Oddiy misol aytib aytaman, o'zlarimizdan misol uchun kim bor, mana Jasur Rustamovich desak, kim nechik bola, nechik inson sizlarning ko'z oldilaringizga paydo bo'ladi. Misol uchun men uchun ibratli motivatsion gap gapiradigan, hayotda o'zini topgan biznesmen inson meni ko'zim oldiga keladi. Demak, bu shu insonning shaxsiy brendidan dalolat. Shu pozitsiyada qurgan. Endi boshqa bir bo'shashroq bir Vinerni aytsak, Vinerlara ham yo'q, husumatim yo'q, lekin bo'shashalarini aytsak, nechik odam miyangizga keladi. Misol uchun bo'shachi, qiliqlanadi, to'g'ri gapni ishlatadi, men yoqmaydi, deysizlar-ku, ana shu insonning shaxsiy brendidan dalolat. Demak, shaxsiy brend deganda insonlarni siz haqingizdagi tasavvuri deb aytiladi. Keyingi masala, shaxsiy brend kimlarga kerak? Bir chekkadan sanab tushuntirib beramiz, sizlar eshitasizlar. Shaxsiy brend birinchi o'rinda hayotini o'zgartirajak bo'lgan insonlarga kerak. Chunki shaxsiy brend qurganingizdan keyin sizning hayotingiz xohlamang o'zgarib boshlaydi. Yangi networking etishni xohlagan insonlarga kerak. Siz shaxsiy brend qurib boshlaganingizdan keyin xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham yangi davralarga qo'shilasiz, yangi insonlar bilan tanishasiz, salom alaykum aytasiz, sizga yozadilar, kommentdan, direktdan yozadilar, taklif qiladilar nechta yerlarga, ana shu yerda borib danışib boshlaysiz. Demak, yangi imkoniyatlara, yangi networkinglari va hayotini o'zgartirishni xohlagan insonlarga shaxsiy brend kerak. Hayotingiz necha tip o'zgaradi? Juda oddiy, sizda auditoriya paydo bo'ladi. Auditoriya paydo bo'lgandan keyin siz ularni sotib etib boshlaysiz. Orqasidan yaxshigina pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Pul ishlagandan keyin o'zi asta-asta o'sishlar, komanda, rivojlanish, sayohat, yangi kurslar, mashin, uy-joy, yangi hovliga ko'chib o'tish, chet ellarga sayohat degan narsalar boshlanadi. Bu aytib turgan narsalarim birdaniga emas, asta-asta qadamma-qadam bo'lib o'tadi. Shaxsan menda o'xshab turibdi. Misol uchun, yana biz yangi ofislarga chiqdik. Bu adashmasam 3-ofisimiz va har ofisdan ofisga rivojlanib yaxshiroq ofisni olib boryapmiz. Komanda tuzdik, instrumentlarni oldik, pullarimiz o'sib boshladi. Shaxsiy brendning eng asosiysi pulimiz o'sadi. 2x, 3x, 5x, 10x ga qarab o'sib boshlaydi. Demak, shaxsiy brend hayotini o'zgartirajak bo'lgan insonlarga, networking etajak bo'lgan insonlarga, dunyo gazishni xohlaganlarga, yangi hayot, yangi imkoniyat va eng asosiysi yangi qirralarni ochishni xohlagan insonlarga kerak. Balki siz zo'r blogerdirsiz. Balki siz zo'r orator, motivatordirsiz. Bilmaysiz bu narsani, qachonki shaxsiy brend qurmayincha. Shaxsiy brend qurganingizdan keyin ana shu narsalar sizda paydo bo'lib boshlaydi. Bundan tashqari, shaxsiy brend qurib boshlaganingizda sizga pul tikadigan investorlar paydo bo'ladi. To'g'ri eshitdingiz, bo'ladi bu narsa. Misol uchun, nechtir bir kasbning egasi bo'lsangiz, zo'r mutaxassis bo'lsangiz, nechtir bir boyroq odam, pul odam keladidan, "Davay palon kelsa, men sizga pul tikaman, davay siz oching bir salon oching, zo'r salon ekansiz. Davay biz restoran ochamiz, siz zo'r povar ekansiz, Instagramimizni ko'rdim, men pul tikaman, davay restoran oching. Davay dastavkani yo'lga qo'yamiz." Qisqasi yo'ldim ko'p, haqiqatan ham sizga pul tikadigan insonlar paydo
paydo bo'lib boshlaydi. Yana shaxsiy brenddan sizga yangi hamkorlar chiqishi mumkin. Misol uchun siz qaysidir kasb egasi bo'lsangiz, shu kasbingizga yordam beradigan insonlar paydo bo'lib boshlaydi. O'zimni shogirdimni misolini aytaman, Joychi bola, bunda profili ko'ringlar. Joychi bola videolarini ko'p boshlagandan keyin noldan uy quradi, prorab va videolar uchib boshladi. Videolar uchib boshlagandan keyin hamkorlar chiqib boshladi. Nechik deysizmi? Svarshiklar, eshikchilar, damirchilar, suvoqchilar, yana kimlar bor? Kafelchilar, damir eshikni ochib beklanadiganchilar, lyustrachilar, yana bilmayman, dimki bala yodimga tushganini aytibman. Ya'ni kasbini yordam beradigan insonlar o'zi hamkorlik taklif etib boshlaydi. Tushunarlimi? Ya'ni bizning sohamizga keladigan bo'lsak, bizda o'sha montajyorlar chiqib boshladi, mobilograflar chiqib boshladi, videograflar chiqib boshladi. Ishlashali, komandangiz bilan siz bilan birga ishlaydi deb. Ya'ni shaxsiy brendning kuchi shunday. Sizga hamkorlikka taklif bilan chiqib boshlaydilar. Yana bir eng zo'r foydali yo'lni aytaymi? Siz bilan bepul ish olama paydo bo'lib boshlaydi. Ya'ni shogird oling deb keladi o'zlari. Men o'rganjakman, shu sohani yaxshi tushunaman, lekin shu usta kerak deydi. Siz unga bepul o'rgatasiz va u siz yoningizda shogird bo'lib yuradi. Ishlaringizga qarashib yordam berib yuradi. Bizda ham bu narsa ishlatib turibdi. Shaxsiy brendimiz orqali biz bilan bepul ishlashni xohlagan yosh yigitlarimiz, ukalarimiz kelib komandada yuribdilar va bu narsa albatta sizni kasbingizda ham ishlaydi. Va bu orqali siz juda ham zo'r, kuchli jamoa shakllantirishingiz mumkin bo'ladi. Gördingizlarmi, shaxsiy brendning nechakli foydalari bor. Shaxsiy brendda kim tuzadi bilasizlarmi? Shaxsiy brend etmagan inson tuzadi. Shaxsiy brend qurmagan inson tuzadi. Hozirgi zamonda faqatgina imенно shu shaxsiy brend orqali siz konkurentlaringizdan bir necha barobar oldin o'tib ketishingiz mumkin. Agar siz Instagramda bo'lmasangiz, demak siz yo'qsiz degani u. Bu gapni men emas, mashhur Windows ixtirochisi Bill Gates aytgan. Bill Gates deydi-ku. Bill Gates aytgan, "Seni biznesing internetda yo'qmi? Demak, seni yo'q bu biznes" deb aytgan. Shuning uchun hozirgi zamonga kelib bu insonlar ham ishlab boshladi. Agar siz internetda yo'qmisiz, demak siz yo'qsiz. Mijozlar по-любому nodidi Instagramda yurgan insonlarni, Instagramda shaxsiy brendini yo'tib turgan insonlarni tanlab boshladilar. Shuning uchun обязательно siz ham Instagramga chiqishingiz kerak bo'ladi. Endi videoni boshida aytib o'tgan taklifimni aytib o'taman. Yana bir marta qaranglar. Xorazmda birinchi bo'lib shaxsiy brend mentorlik kursini men boshladim deb aytdim. Hozircha hech kim aytib turgani yo'q. Endi keyinchalik chiqsa kerak. Demak, ina shu mentorlik kursini sizlarga taklif qilaman. Bu yerda sizlar noldan reputatsion shaxsiy brend qurishni, to'g'ri pozitsiya tanlashni, Reels'dan to'par chiqarish instrumentlarini, stories yuritishni, Instagramni to'g'ri yuritish orqali mijozlarni jalb qilishni va daromadingizni 3x, 5x ga o'stirishni o'rgatamiz. Noldan. Kameraga ishlashni bilmasangiz ham, uyalsangiz ham, Instagramni vashim tushunmasangiz ham noldan chot ketib tushuntirib beramiz. Garantiyamiz bor. Kurs o'qib bo'lgandan keyin agar kursimiz sizga yoqmasa, biz 100% hamma pulingizni qaytarib beramiz. Shu bo'lgunicha bizda o'qib chiqqan 99% insonlar hammasi natijaga chiqqan. Natijaga chiqmagan o'quvchimiz yo'q. Birdan o'quvchimiz bor, u o'zi o'qimadi, biz uni kursdan chetlatganmiz. Agar kursimiz sizga qiziq bo'lsa, ena shu Telegramga murojaat qiling va albatta meni Instagram profilimga obuna bo'lib qo'ying. Darslarimiz tez orada boshlanadi. Bu videoni qachon ko'rib turibsiz bilmayman. Shuning uchun ena shu Instagramga yoki Telegramga aloqa qilsangizlar, dars haqida yana ham to'liqroq ma'lumot beramiz. Modullari, necha dars bo'ladi, necha oy bo'ladi, hammasini batafsil tushuntirib beradilar. Xo'p, bu videoda men sizlarga shaxsiy brend navga kerak, kimlar uchun, nechik foyda beradi, qisqacha aytib o'tdim. Xudo xolasa keyingi darslarimda yana ham chuqurroq tushuntirib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosamiz, obuna bo'lamiz va keyingi foydali videolarimni o'tirib bermaslik uchun kolokolchikni yoqib qo'yamiz.